Mening yurtim telekanalida 13-yanvar 2026-yil soat 19 da Fitna serialining ikkinchi mavsumi 29-qismi namoyish etiladi. Ushbu epizod voqealar rivojida muhim burilish nuqtasi bo'lishi kutilmoqda, chunki syujet tobora chuqurlashib, qahramonlar oldida murakkab tanlovlar paydo bo'lmoqda. Serialning kuchli tomoni har bir obrazning ichki dunyosi puxta ochib berilganidadir. 29-qismda qahramonlarning qarorlari yanada keskinlashadi, o'tmishda qilingan xatolar esa hozirgi voqealarga bevosita ta'sir ko'rsata boshlaydi. Fitna va ishonchsizlik muhitida har bir harakat katta oqibatlarga olib kelishi aniq seziladi. Aktyorlar ijrosi tabiiyligi bilan ajralib turadi. Hissiyotlar oshirib yuborilmagan, ammo tomoshabinga yetib boradigan darajada chuqur. Dialoglar mazmunli, sukutlar esa voqealarning keskinligini yanada kuchaytiradi. Tasviriy yechimlar va umumiy atmosfera serial ruhiga mos tarzda tanlangan. Fitna ikkinchi mavsumda o'z darajasini saqlab qolibgina qolmay, yanada pishib borayotganini ko'rsatmoqda. 29-qism syujetni mantiqiy davom ettirib, tomoshabinni keyingi voqealarga qiziqtira oladigan kuchli epizod sifatida yodda qoladi.